Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun xudo xolasa 20-may 6 gektarli yerimizdamiz. Mana bular yangi kelgan gullarimiz. Shponnik namatak endi ulanadi. Xudo xolasa bag'i tayyor bo'lgan gullarimiz juda chiroyli holatga kelibdi. Hamma sortidan bor. Bular angliski. Tikonsiz qizil grangalar bu. Ushbu pakroni. Bo'yi ham past bo'ladi uni. Yana bitta angliski sortimiz. Babkina, buni ham hidi zo'r bo'ladi. Dochvita bu. Belli krasniy. Oq usti qizil bo'ladi. Aromatli oq bu. Hidi zo'r. Fioletli ko'k gulimiz. Hidi mana hamma joyga taralib turibdi. Juda chiroyli holatda, hidi ham zo'r. Gap yo'q hidi ham. Grafina angliski. Buni ham hidi zo'r. Buni ham pionoviy. Bitta gullaganda 3-4 ta bo'lib gullaydi. Grafina. Keriyo sariq. Bu ham babkina. Belli medved. Fireflies. Vay, Mercedes deydi. Butonlar ham katta bo'ladi, bunchasi ham. Bu ham mini roza. Ko'zga pakron. Mini rozan sarig'i. Typhoon. Abrafolis. Bu tayyor bo'layotgan ko'chatlarimiz, xudo xolasa hamma sortlardan bor bu yerda ham. Shoptollarda ham yangi sortlari. Giloslarda ham Bonni sortovoy. Mana 6 gektarli yerimizda biz, xudo xolasa zo'r holatda.